Ertaga degan gap bor yoshlarda. Ertadan xudo xolasa turnir tortinaman. Ertadan yuguraman. Ertadan mashqqa qatnayman. Ertadan yo dushanbadan. Birodar, bir hikmatli so'z bor. Ertaga deb nomlanadigan yo'lni tanlasang, bu yo'l seni hech qayer degan mamlakatga olib borib qo'yadi. O'zi 90% o'shadamiz hammamiz, to'g'rimi? Ertadan Qur'onni boshlayman. Ertadan zikrni boshlayman. Ertadan zalga chiqib yugurishni boshlayman. Qachondan? Eng qiyin ish birodarlar, eng qiyin ish o'zingizni ustingizda olib boradigan ish. Birovni bir ishga buyurish, uni nazorat qilish, qil deyish oson. Ammo sizni ham kimdir boshqasi oson itoat qilasiz. Ammo o'zingiz boshqarishga nima qilmaysiz? Toqatingiz yetmaydi. Qachondan? Ertadan. Mana qori bolalarimiz Qur'onga o'tib beryapti. Bugungi qorakamiz o'tgan yilgi qorakani mehnatidan foyda olyapti. Tushunarlimi? Demak, jismonan sog'lom bir odam o'tiribdi, figuralari tekis, hamma yo'g'i o'rnida. Bugun shu figura bilan o'tiribdi, chunki kechagi shu yigit mehnat qilib qo'ygandi bugungi mehnatga. Kechagi rahmatulloh ishlab qo'ydi, bugungi rahmatulloh uni mazasini totadi. Bugungi rahmatulloh kechagi rahmatullohning mehnatini huzurini totyapti.